Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Dola.ai'ni qanday qilib ishlatish haqida batafsilroq ma'lumot berib o'taman. Play Marketingizga kirasiz va qidiruvni bosib Dola.ai deb yozsangiz o'zi mana chiqadi va shuni o'rnatasiz. Sizga qulayroq bo'lishi uchun yuqorida aytib o'tib qo'yay, men ham birinchi marta ishlatyapman. Buni oldin ishlatib ko'rmaganman. Sizlar bilan birga noldan boshlab qanday qilib o'rnatib, qanday qilib ro'yxatdan o'tishlarni ko'rib o'tamiz. Endi mana AI generator video yasashlar bo'yicha juda ko'p ilovalar bor, boshqacha. Shu yerda Duolingo ham juda yaxshi ilova farzandlaringiz uchun aytib o'tib ketdim. Endi qanday qilib ro'yxatdan o'tasan deyapti. Endi keyin Google orqali o'tib qo'ya qoldim men akkauntim orqali. Ya'ni 18 yoshdan oshganmisiz deb so'rayapti. Oshganman, albatta. Menga buni ma'lumotlari kerak emas va shu yerda endi bizga tillarni o'zgartirish kerak bo'lsa, nastroykaga kirib ko'rar ekanmiz. Akkaunt o'zgartirsa bo'lar ekan. Xo'p, endi razmer tekst degan narsani yaxshi. Demak, bu yerga嗨，我是你的新朋友豆包，初次见面很开心。我呢可以回答你的各种问题，给你工作学习上提供帮助，还能随时陪你聊天。你想问点什么？Assalomu alaykum deb yozib ko'rdim. Alaykum assalom. Qanday yordam bera olaman? Bo'ldi, mana xuddi ChatGPTga o'xshagan narsa ekan. Bunga demak ruxsat berishingiz kerak ekan. Agar yozuvli gaplashadigan bo'lsangiz, qani ovoz berib ko'ramiz. Ovozda bularmikin? Nima bo'ldi endi hozir shu yerda? Aytaman, ham birinchi marta ishlatyapman buni. Yozib qo'ya qolay, yaxshisi ovozda video tayyorlamoqchiman deylik. Prompt yozish kerak baribir hammasiga. Ajoyib fikr qanday turdagi video tayyorlamoqchisiz? Masalan, kisko tarmoqlar ust, taqdimot yoki tushuntiruvchi video, sayohat, ovqat, ijodiy yoki boshqa mavzuda rasmlar, ovoz yoki bu juda yaxshi. Tarix darsi hujji videoni qanday kelishni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Oson va qiziqarli bo'ladi. Avvalo nimani tanlash kerak? Mavzu. Masalan, Samarqandning qadimgi tarixi, Amir Temur davri, Ipak yo'li yoki boshqa dars mavzusi. Vaqt, bizni tarzida daqiqa yoki tinin saji daqiqa bo'ladimi? Video tuzilmasi, namuna. Boshlanish. Assalomu alaykum. Bugun men sizga haqida hikoya qilaman. Yoki qiziq savol bilan boshlang. Bilasizmi, nega Samarqand shahrining gavhari deb ataladi? Dua, asosiy qism. Du trikda muhim nuqtani ayting. Nima sodir bo'ldi? Shoshma, men o'zim aytaman. Men bu joyda rasm qo'ysa bo'larmikan? Hech qanday shoshilmasdan. Bu rasm tanlaymizda. Har doimgi deylik. Xo'p, mana shuni shuni jonlantirib ber deylikmi? Bu rasm O'zbekiston. Tarix darsi huj videoga mos, jonli va ta'sirchan matn. Boshlanishi. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar va ustoz. Bugun men sizga ozodlik, orzu va kelajak ramzi bo'lgan O'zbekistonimiz mustaqilligining 30 yilligi haqida hikoya qilaman. Asosiy qism 1991 yil 30 avgust. Xalqimizning asrlar davomida kutgan, ko'zlagan kunidir. O'sha kunchi nima derkin bizga? Aytibman, men birinchi marta ishlatyapman. Mustaqillikning 700 yilligi. Tarix darsi 3. Video tayyor. Talikiy gapirish matni. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz va sinfdoshlar. Bugun men sizga O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi haqida hikoya qilaman. Sana yil 30 avgust kuni xalqimiz asrlar davomida orzu qilgan ozodlikka erishdi.
O'sha kuni biz o'z taqdirimizni o'z qo'limizga oldik. O'z davlatimiz, Sen o'zing jonlantirib berdinglikchi. mustaqilligimizning 30-yilligi, yurakdan aytilgan so'zlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun ko'z oldimizda ozodligimizning 30-yilligi timsoli. Bu raqamlar, bu bayroq, bu hozir qadimiy prompt Samarqand yozib berdi obidalari, menga. tinchlik To'xta, shart emas. Prompt yozib berdi menga. Demak, bu prompt yozib beryapti. Hozir ko'ramiz. To'liq o'rganib olaylik deyapman. Men ham aytyapman, sizlar bilan birga ko'ryapman. Xo'p, qani. Xo'p. Yasashingiz mumkin bo'ladi. Rasm emas, video bo'limini tanlaysiz. Men video yasashni o'rgatmoqchiman sizga. Ma'lumotnoma qismini bosasiz va xohlagan rasmingizni tanlaysiz. Demak, biz ham qaytamizda hozir shu ma'lumotnoma qismi qayerda bor ekan? Dog'larni o'zi turibdi. Biz qo'shsak, fotografiyadan qo'shdim-ku. Deylik, shuni jonlantirib ber deyapman. Men ushbu rasm asosida video yarataman. Biroz kuting. Видео будет создано через 1-3 минуты. Я сообщу вам, когда оно будет готово. У вас осталось 3 балла на сегодня. Buni montaj qilar ekanman. Shu jarayonni biz mana bundan ko'raylikchi. Xo'p, bu yerdagi yulduzchalardan ko'rdim, to'g'risi buni. Mana. Men mana shu rasmni tanladim. O'zingiz galereyangizdan yuklab olib, razmeri hisoblanadi. Razmerlarni ham. Kutib turamiz video tayyor bo'lishini. Mana video tayyor bo'ldi. Demak, bizani Aloqam ishlamayapti. asli buni nimalarni yozishim kerak ekan men, tekstlarni, promptini yozishim kerak ekan. Lekin men yozmadim prompt. Qani ko'ramiz 1-2 minut o'tishini va video qanday tayyor bo'lishini ko'ramiz. Bu yerda novi chat bor ekan. Hozir novi chat bizga kerak emas. Mana video tayyor bo'ldi. Mana. Juda ham oson ekan, ustozjonlar. Ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Buni yuklab olishni bossangiz, yuklab olinar ekan mana. Bunga muzikalar qo'yib, CapCutda yana nimadirlar tayyorlasangiz bo'laverar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.